Qani yo'lni test qilib ko'ramiz. Yiqilib ketdi darrov. Hali endi boshlagandim testni, buni qaranglar. Yo'llarda nerovnost, mana bu tekislik, tekis emas yo'l manada yiqilib ketyapti. Kichkina yamachalar bor baribir. Tezligini 65-70 ushlayapman. Dubayda 120 tezlikda shunaqani sinab ko'rgandim. Bunda zo'r yo'lda. Bu yerda kichkina yamachalar ko'p. Bu yerda sal o'zim burildim shunga. Yiqilib ketdi. Pachoq qilib qo'yganim ham ana bu. Tegib qolyapti oynaga. Pachoq qilmasa, mana ko'raysan, tezlik hech qanaqa o'zgargani yo'q, lekin yo'lda yamalar ko'p Toshkentda. Даже yangi yo'lida. Yo'lni shunaqa qilib sinab ko'rsa zo'r bo'ladi. Oxirida qabul qilayotganda. Mana yamalar ko'p yo'lda ko'raysan, mana qora o'tib ketdi. Lyuklar, kichkina yamachalar yangi yo'lda ham ko'p. Mana bir xil ketaveramiz. Tezligimiz 50 ekan rovni qani. O'zgartirmaymiz. Damas agar tormoz berib olmasa bo'ldi ish qilib. Qani. Yiqiladimi yo'qmi? Toshkentda yangi yo'li Bratskiy Mogila'dan Sergelga ketish yo'li testdan o'tolmayapti, chunki mana bu dilkacha даже 60 tezligida yiqilib ketyapti. Mana hozir ham o'zi luft o'ynab qoldi, ko'rdilaringmi?